xotiramni yo'qotib, betob bo'lganimdan keyin oilam ham mendan voz kechibdi. Hali ularning oldiga borib ularni ham qaytarishim kerak. Ancha odamdan, nechta yaqinlarimdan ko'nglim qoldi. Sen ham ishonchimni suiiste'mol qilmagin. Sendan iltimos. Kasal holatimda yana ozgina yurib turaman. Senga bitta topshiriq bor. O'sha menga zaharli giyoh bergan tabibni ertagayoq topdim. Tushunarlingmi? Juda ko'p tabiblarni surishtirdim. Topdim. Hozir aytsam hayron ham qolasiz. Mana juda ham yaxshi yarashdi. Endi so'qatmaysiz. Azizbek, Voy, Ayrajon. kechirganlar nima qilyapsizlar? Ketmadilarmi? Tomi ketgan boshlig'ingga to'n olib beribsan-da. Nimaga una deyapsan? Sovuq tushganiga olib berdim-da, so'roq kiyinsin deb. So'qat aytgan bo'lsa, uyga tashlab qo'ying. Soat ham kech bo'lib ketdi. Bo'pti. Ertaga ko'rishamiz. Xitoyga ham boshqa odamni jo'natib turasan shekilli. Ozgina ishlarim chiqib qoldi. Bo'pti, muammo bas. Ana uyga tashlab qo'ying. Gapimiz chala qolib ketdi. Menga zahar bergan tabib kim ekan? Sizga zahar bergan tabib